Agar berilgan ne'matni shukrini ado qilsanglar, ziyoda qilib beraman degan Alloh. Agar nonko'rlik qilsanglar, meni azobim qattiq degan. Endi domlalarning ma'ruzasini eshitgani kelganlarda o'zlarini boshina qo'yayotganini ko'rganingizda ko'nglingiz aynib ketadi. U ukalarimizni musulmonchiligi masjidning ichidaglar. Tashqariga chiqqandan keyin musulmonligi esdan chiqib qoladi. Jon ukalar, tushuninglar. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va yafu an kathir. Nima musibat yetmasin? Nima musibat yetmasin, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi deydi. Topganingizda baraka yo'q. Musibatmi? Qilgan gunohingiz sabab. Ehtimol mashinada qilayotgan xatoingiz sabab. Mashinangiz tinmasdan buzilyapti. Musibatmi? Musibat. Qizilga yurib ketyapsiz, ehtimol. Topganingizni yetkiza olmayapsiz ro'zg'orga. Musibatmi? Musibat. Asabingiz, tushuninglar, jon ukalar, mashina minib tirikchilik qilayotgan, mashina minib yurgan birodarlar, tushuninglar. Qilgan har bitta nojo'ya ishinglar rizqingizlarga, sog'ligingizlarga primo aloqasi bor. Qoidaga rioya qilish, o'zingizni palatsizda ketishlik bu harblik